Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Hali opa bitta savolim bor edi. Men ipodromda hali ro'mol sotib tirikchilik qilib turaman. Uzboys.com. O'shanga bitta savolim bor edi. Telefon ishlatishni bilmayman-da. Bittasini telefon qilsam, kechirasiz. Bittasi kechirim so'rayapti. O'shanga nima degan ekan? Kechirdim desam ham shunaqa so'rayapti. Opa, nima u? O'shani tushuntirib bering o'shani. Hurmatli abonent, kechirim so'rashgan nima deyapti? Bu abonent bilan vaqtincha gaplasha olmaysiz deyaptimi? Bilmayman, hali bitta uyimizga telefon qilsam, hali uyimizda anaqa bunda ko'taradigan simli telefon bor-da. Aha. O'shanga tersam, kechirasiz. Ya, o telefonni egasiga shunasam, sen men telefonimni buzib qo'yibsan dedi. O'shanga opalarga aytaman, tuzatib berishadi deb telefonni egasiga telefon qilib berchi dedim. Hurmatli abonent, men siz boshqa telefonga qilgan taqdiringizda shunaqa deyaptimi, kechirasiz? Yo, men hali uyimizga telyapti. Men o'zi hali Namanganlikman-da. Aha. Ana So'roqishlarda turaman, hali otim student. O'shanga endi nima qilayin ekan deb, telefonimni buzib qo'yding deyapti. U telefon hali nima deydi? 62-33 million hali yaltirog'i bor telefon ekan-da. Aha, O'shanga buzib qo'yding, endi to'la deyapti. Endi o'shanga opa 200 mingga chiqib qolaveramanmi? O'sha tushuntirib bering-chi opa. Hurmatli abonent, masalan, siz birovga telefon qilganingizda shunaqa degan, kechirasiz, siz bu telefon bilan aloqada qilishingiz mumkin emas deyotgan bo'lsa, demak siz qo'ng'iroq qilayotgan odam telefoni o'chirilgan bo'lishi mumkin yoki tizimda xizmat doirasidan tashqarida degan bo'lsang, kechirasiz deb kechirim so'raydi. Hurmatli abonent, siz buzib qo'ymagansiz. Men buzmaganmanmi, aniqmi? Yo'q, hurmatli abonent. Agar shunaqa deyotgan bo'lsangiz, kechirasiz. Siz bu telefon bilan vaqtincha aloqa qilolmaysiz deyotgan bo'lsangiz, siz buzmagansiz. Opa? Bo'lmasa, ana o'sha kechirim so'rayotgan qizga aytib qo'ying, men hali kechirim so'ramay. Yo'q, tushib olmaydi deb qo'yasizlar, iltimos. Hurmatli abonent, o'tda avtomat ravishda yozib qo'yilganda, avtoatvetchik gapiryapti sizga. U inson emas, ya'ni u robot-da. Robot qilib gapiraveradi. U o'chirib tashlash iloji yo'q, hurmatli abonent. Opa, bo'pti, haligi bitta iltimosim bor edi, opa, hali men hozir gapirayotganim eshitilyaptimi? O'zbekistonga salom yo'llamoqchi edim. Nima qilmoqchisiz? Salom yo'llamoqchi edim, hali. Ertaga hali akamlarni tug'ilgan kunlari edi, o'shanga bir tabriklab qo'yaymi deb Sharaf akamni obular turadi, uni so'y borda o'rtamizda. O'sha endi tariflar ikkita o'sha tabrik yo'llamoqchi edim. Opa, mumkin emasmi? Yo'q, hurmatli abonent, siz mendan boshqa hech kim eshitmayapti sizni. Menga onalar shular dedi. O'sha tabrik radiomi bu narsa dedi, radio operatorimi dedi shunga. Hani aytayotdim. Tabrik bo'lsa, endi biroq foydalanib, hani nima chiroyli so'zlar bilmayman, topolmay o'sha hali vaqtdan foydalanib qolaymi dedim. Yo'q, hurmatli abonent, bizda afsuski, anaqa boshqa abonentlarga boshqa hech kimga eshittirilmaydi bu. Shunchaki operator bilan bog'landik. Siz radioga telefon qilib ko'ring, albatta ularda salom yo'llashingiz mumkin, hurmatli abonent. Opa, o'sha radioni nomerini bilmayapman, telefonda 80 bir bo'ladi edi. Nega hozir monolarga aytdim? 80 radio emas. Yo'q, monolarga o'sha radioga telefon qilib bersam, men nomerga telefon qilib berdi, shunga akamlar tug'ilgan kunlaringda menga ko'p yordam qilganlar. Hali 25 ming qarzim bor, shundan kechib beraman. Radioda tabriklasang dedilar, shunga. Iloji yo'q ekan, Uzboys.com. Albatta iloji bor. Siz radioga telefon qiling. Yo'q, hozir iloji yo'qmi? Yo'q, hurmatli abonent. Bo'pti, pali. Oldimizda hali operatorlarga ham salom aytib qo'ying. Albatta. Salom ham so'rab qo'ying, opa. Siz ham akangizni tabriklab qo'yamiz nomimizdan, xo'pmi? Bo'pti, ama hali toriz pishganda adresingizni aytsangiz, olib boraman, opa, toriz ekansiz biz. Aha. Yozda olib kelsangiz bo'ladi, hurmatli abonent, yozda. Bo'pti, opa, xo'p, mayli. Ishlangan rivoj. Rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Bo'pti, opa.